Shoshilinch xabar: Samarqandda kelinchak noto'g'ri ukol oqibatida vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand viloyatining Payariq tumanida shifokorlar tomonidan bemorga noto'g'ri ukol qilingani va ushbu holat bemor o'limiga sabab bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Xabarlarda 1992-yilda tug'ilgan ayol sog'lig'idagi muammo sabab tibbiy muassasaga murojaat qilgani, biroq davolanish jarayonida qilingan muolaja, xususan ukol, bemor ahvolini og'irlashtirgani va oxir-oqibat uning hayotiga zomin bo'lgani aytildi. Mazkur holat yuzasidan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov munosabat bildirdi. Uning bildirishicha, ushbu holat bo'yicha prokuratura tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Marhumning o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Tekshirish harakatlari har tomonlama to'liq va xolisona o'tkazilishi va natijasi bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Samarqanddagi tug'ruqxonada chaqaloq o'lik holda topilgani haqida xabar berilgandi.